Bugungi kunda yurtimizda milliy armiya va xalq birdamligi tobora mustahkamlanib bormoqda. Ayniqsa yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning qalbida yuksak g'urur va iftixor tuyg'usini shakllantirish, qurolli kuchlarimizdagi islohotlar bilan tanishtirish maqsadida turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Samarqand garnizonida joylashgan havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlariga qarashli harbiy qismda tashkil etilgan ochiq eshiklar kuni ham universitet talaba yoshlari xotirasida iliq taassurot qoldirdi. Xalq va armiya yakdilligini mustahkamlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, kelajak avlod qalbida ona vataniga nisbatan g'urur va iftixor tuyg'usini kuchaytirish eng asosiy vazifa hisoblanadi. Xususan, havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlariga qarashli harbiy qismda uyushtirilgan ochiq eshiklar kunida milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan islohotlar, qurolli kuchlarimiz salohiyatini oshirish yo'lidagi ezgu sa'y-harakatlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Tadbirda jangovar hamda o'quv harbiy qurol aslahalarining ko'rgazmasi talabalar qiziqishini yanada oshirdi. Yurt posbonlari harbiy qurollardan foydalanish, uning tarkibiy qismlari va imkoniyatlari to'g'risidagi savollarga javoblar qaytarishdi. Asosiy maqsadimiz talabalarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ularni shu vatanga bo'lgan muhabbatini uyg'otishdan iboratligi va shu bilan bir qatorda yoshlarimizni harbiylar hayoti bilan tanishtirish va ularni olib borayotgan o'sha vatanimizga xizmat qilayotgan jangovar harakatlar va tayyorgarliklar bo'yicha bugungi kunda harbiy qismga tashrif buyurib, talabalarimiz bilan bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar va qurol aslahalar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Tadbir doirasida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Unda harbiy salohiyatimizni yanada oshirish, zamonaviy bilimlarga ega ofitser va askarlar sonini oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'xtalib o'tildi. Ochiq eshiklar kunida harbiy qismda ularning yashash tarzi, ovqatlanish joylari va qurol aslahalar bilan tanishib o'tdik. Bizga bu juda ham mamnun bo'ldi va o'zimizga kerakli juda ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shundan so'ng yoshlar harbiy qismda askar va zobitlar mahoratini oshirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Ular maxsus o'quv mashg'ulot maydonchasida turli qurollardan foydalanib, o'zlarining merganligini sinovdan o'tkazishdi. Darhaqiqat, bunday tadbirlar yosh avlodni har tomonlama barkamol, vataniga sodiq yigit qizlar bo'lib kamol topishiga xizmat qiladi.